xizmatlarga ham, syomkalarimga ham kokteyllarimni o'zim bilan olib yuribman o'rtoqlar. Zato zo'r rezultat bo'ladi. O'zingizlar ham sezyapsizlar. Lekin 10 kilo yana oshishim kerak. Buning uchun esa yana shu kokteyllar har doimgidek menga yordam beradi. Fistashkaligini ochib ichaman. Shunaqa mazasi zo'r. Bir kunda 2 marta. Obedda yengilgina salat yoki suyuqqina sho'rva. Endi och qolsanglar, vashi vitaminlar o'lib ketadi organizmga, yetishmovchiliklar kelib chiqadi. Yaxshisi ovqatni kamaytirib, uni o'rniga mana shu kokteyllarni ko'paytirsanglar, vitaminlar joy-joyida turadi. Va albatta kokteyllarni ishonchli qo'ldan olish kerak va tepangizda sizga doimo motivatsiya beradigan va doim mahsulotlaringizni ichganingizda kontrol qilib turadigan master kerak. U ham bo'lsa Dildora. Dildorani kontaktlarini yozib qoldiraman. Albatta kokteyllarni ulardan olib va ular bilan hamkorlikda ozing.